Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling bolam. Yaxshimisiz xola? Uzr, tanimayroq turibman. Men ismim Rustam Nazarov, ichki ishlar xodimi tergovchisi bo'laman. O'g'lingiz ishi menga topshirilgan. Tergovchi? Nima ishingiz bor bizda? Siz adashgansiz bolam. Xolajon, mashrabni yuvishimi? Kirib ichkariga hamma yo'g'ini tekshirishim kerak. O'g'lingiz gumondor sifatida bizni mahkamada turibdi. Uyini tintuv qilishim kerak. Kirish uchun ham ruxsatnomam bor. Bolam nima gunoh qildi? Tekshirasiz. Tushuntiribroq ayting. Tushunmayapman. O'g'lim kecha non olish uchun do'konga chiqib ketgandi. Bolamni kechgacha kutib kelmadi. Telefoni ham o'chirilgan. Xola, aytyapman-ku sizga. Bizni mahkamada. Xullas o'g'lingiz sexda navbatchilikda qolgan kuni qimmatbaho gazlamalab turadigan xonada yong'in chiqqan. Kamerani tekshirib qaraganimizda oxirgi marta o'g'lingiz kirib xabar olgan. Sal o'tib yong'in chiqqan. Shuning uchun gumondor sifatida o'g'lingizni ushlab turibmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu. Xola yaxshimisiz? Xullas, men uyga kirib hamma yo'qni ko'rib chiqaman. Nimaga? Bolamni qamab qo'yishibdi. Men tushunmayapman. Qanday sex? Sexda nima qiladi meni bolam? Nega yoqadi uni? Axir hech qayerda ishlamaydi-ku. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Xola, kirib tekshirishim kerak. Uzr. Bezlar sakrab o'tishibdi. Bu o'sib